Rahim. Hurmatli tinglovchilar, men issiq va sovuq ma'rakalar haqida gap boshlagan ekanman. Issiq ma'rakalardan xatna to'yi sunnat bo'lib, payg'ambarimizning talablari asosida amalga oshirilsa bo'ldi. Bu udumning eng yaxshisi jarrohlik operatsiyasini mutaxassislar yordamida ado etish bilan yakunlangani ma'qul. Ikkinchisi, farz amali esa bu kelin to'yi bo'lib, bu to'yda ham ikki guvoh, bitta shariat ahli mulla va bu udumda Allohning guvohligida ikki yoshni bir-biriga halol, adolatli, roziligi asosida o'tkazishni o'zi kifoya. Bundan boshqa udumlarni bandalar o'zlari o'ylab topib, o'zlariga katta jabr ham qilganlar. Endi issiq ma'rakalarga albatta qancha udum qo'shgan bo'lsa bo'sharu, bu udumlarni bajarishga bandani o'zi javob beradi. Xohlagan kunida, xohlagan soatda amalga oshirishi ham mumkin. Xohlagan miqdorda imtiyoziga qarab boylik sarf qilishi mumkin-u, albatta zararli udumlardan qaytgan, yaxshi, foydali udumlarni amalga oshirganlari yaxshida. Ammo sovuq ma'rakalar, ayniqsa kutilmaganda, tayyorgarlik ko'rmaganingizda xonadoningizga kirib kelishi juda og'ir musibatda. Bu musibatni amalga oshirishda insonlar o'limdan boshqani iloji bor deb hamda bemor bu dunyoni tark etishi mumkin bo'lgan insonlar uchun bor mulklarni sarflab tuman, viloyat, markaz, hatto qo'shni davlatlardagi yetuk mutaxassislarga qancha mol sarflab shu insonni yorug' dunyoda olib qolish uchun harakat qiladilar. Ammo bu harakatlarni Alloh qaytarsa-ku, sarflaridan hech nolimaydilar. Ammo Alloh qaytarmay o'lim bersa-chi, o'limni qachon, qay vaqtda, qanday holatda xonadonga kirib kelishini yakka yagona Allohgina biladi. Bu Allohning siri. Endi mana shu o'lim bo'lgan, musibat, aziyat chekayotgan insonlarni azasi Alloh tomonidan 3 kun xolos. 3 kundan keyin esa bu udumlarni tashlab hayot to'xtab qolmaydi. Ro'zg'orni harakatida bo'lgan savob bo'lsa kerak. Alloh bu musibatga quyidagicha talab qo'ygan. Muso payg'ambarimiz zamonida Allohdan bir kuni vahiy kelib, meni bir do'stim qavming orasida vafot qildi. Bu do'stimni topasan, g'usul qildirasan, kafanlaysan, janozasini o'qiysan va qabrga joylaysan degan talab keladi. Muso bu insonni topib amallarni bajaradi xolos. Bundan keyin bu Allohning bandalarga bergan
farzi. Albatta buni amalga oshirish lozim. Bundan keyin esa insonlar o'zlariga qiyin qilib, mashoyixlar aytgandek boshlariga balolarni orttirib, 3-kunidan keyin azani to'xtatish o'rniga 4-kuni ma'raka udumini o'tkazadilar. Yana buni qarangki, bu ma'rakaga Xudoyi deb ham nom qo'yishgan. Bu yerda Allohning mutlaqo aloqasi yo'q va shariat ahli buni bid'at, gunoh, bu udumni yo'qotish kerak degan fikrlarni har doim masjidlarda, juma namozlarida e'lon qilib kelsalarda, bu udum yo'qotilish o'rniga bizni qishloqda avj olib bormoqda. Udumlar orasida qishloq xalqimizni ulug'laydigan 2 udum bor. Birinchi udum, musibat bo'lgan xonadonga 3 kun qozon ostirmaydilar. Choy, ozuqalarni keltirib, bularni rizqlantirib turadilar. Boshqa qishloqlarda bu udumni ko'rmadim. Ikkinchisi, to janoza vaqti kelguncha uzoqlardan kelgan ta'ziyaga qadam qo'ygan insonlarni shu xonadonning 2 tomonidagi 4tadan qo'shni eshiklarni ochib qo'yib, katta qozonlarda ovqatlarni pishirtirib, yo janozagacha ovqatlantirib, dam oldirib turish udumi menga ham, qishloq xalqiga ham yoqadi. Ammo 4-kuni Xudoya, 7-kuni Kiryuda, 17-kuni Kichik qir, 37-kuni Katta qir, 52-kun hatto qor yog'di kuni yil yoshi degan udumlar mutlaqo Allohning buyrug'i emas. Bandalar topgan udumlar. Bu udumlarni yo'qotish vaqti keldi chog'i. Chunki bu udumlarning hammasiga moddiy boylik, Allohning bergan rizqini paymol qilish, uvol qilish, shochi yubarish bilan amalga oshiriladi. Ammo bu yo'riqlarda albatta shariat peshvolari ishtirokisiz o'tmaydi. Hurmatli birodarlar, insonlarni vafotidan keyin kafanlab, janozasini o'qib, qabrga joylashgina Allohning buyrug'i. Qolganlari bid'at, zarar va oila vujudiga katta zarar keltiradi. Musibatni chuqurlashtiriladi, ro'zg'orni parashlashtirishga olib keladi. Hurmatli birodarlar, bu meni fikrlarim bitta meniki emas. Buni insoniyat qadimdan taklif qilib to'xtatishni buyurib kelganlar-u, ammo amalga oshirishni iloji bo'lmay kelayotgan edi. Qarangki, hozirgi kunda buni iloji ham topildi-da. Yaqinda musulmonlar olamiga tegishli Toshkentdagi musulmon olamiga tegishli tashkilotlarning rahbari, ulamolar butun tuman, viloyat masjidlardagi imomlarni chaqirib yangi fatvo berdilar. Bu fatvoga ko'ra sovuq ma'rakalarga, insonlarni ro'zg'origa zarar keltiradigan ma'rakalarga qatnashgan shariat peshvolariga jarima e'lon qilindi. Bu jarima faqat bu insonlarga emas, shu ishlarni amalga oshirayotgan insonlarga ham tegishli bo'lib, bu fatvoni butun o'zbek xalqi, shular qatori men ham nihoyatda ulug'layman.
Bu ayni haqiqat, ayni vaqtida kelgan udum deb bilaman. Bu udumni qayta takrorlaydigan insonlarga esa jinoiy javobgarlik ham e'lon qilindi. Hurmatli birodarlar, men sizlarga sovuq va issiq ma'rakalar haqida ma'lumot berar ekanman. Eng yaxshi hozirgi kundagi ro'zai Ramazon kunlari insonlar o'zlari taklif qilib qozonda 20 kilolab oshlarni damlab saharliklarda bepul odamlarga tarqatayotganlarini ko'rib juda xursand bo'ldim bu yangi odatga. Yana bir inson 300 kilo guruchcha olib kelib bir povorni qo'liga beribdi. Bepul insonlarga iftorlik qilib beringlar deb. Bunaqangi odoblar bor ekan-ku. Endi ulamolar bayon qilgan odatlarga, ya'ni ulamolar taklif qilgan qonunlarga insonlar amal qilishini kuzatsalar va bu qonunni amalga oshirishga ta'minlasalar, albatta rivojlanayotgan, yangilanayotgan o'zbek xalqiga, davlatiga juda katta hissa qo'shgan bo'lardilarda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men udumlarni bir qismi haqida ma'lumot berdim xolos. Tinglovchilar aql tafakkuri bilan bu udumlarni to'xtatsa juda yaxshi bo'lar edi-da. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.